yomon bo'layapman, yomon deganingiz bilan kalangizga kelib sizga kimdir durs etib yaxshi qilib qo'ymaydi sizni. Faqat o'zingizni yaxshi qila olasiz. Mana shu yaxshi bo'lish uchun, o'zgarish uchun ham qadam tashlash uchun boshlash kerak. Nimadir yoqmayaptimi hayotingizga? O'zgartiring. O'tirib nolimang. Noliydigan, o'tirib bitta joyda faqat yoqmayapti, bo'lmayapti, o'xshamayapti, yomon degan odam bu jabrdiyda. Uning nomi bitta, jabrdiyda, boshqacha emas. Unga faqat jabr ko'radigan odam, unga yoqadi jabr ko'rib yashash. Xudo esa aytgan, o'zingizga zulm qiluvchi bo'lmang. Zulm qilmang o'zingizga degan. Mana shu zulm qiluvchi bo'lmang. O'zingizga baxt ulashing va o'zingizni o'zingiz ko'taring. Kelib sizni kimdir ko'tarmaydi, kutmang. Sizga hech kim hech narsaga majbur emas. Hech kim. Shunchaki qayerdadir kimdir yo'l ko'rsatadi, maslahat beradi, eshiting. Xohlasangiz qiling, xohlamasangiz yo'q. Qalbingizni tinglang, o'zingiz uchun to'g'risini tanlang. Yoqmayapti, yomon onaman, yomon bo'layapti.